Allah. 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 Allah, 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 Allah. Ruhsat var mı şeyhim? Kele Kasım Molla. Degine, mendek savasız aksakalga nemi köngül etqili keldin? Bundaq bir ahvalni qandaq deyishni bilemey qaldım şeyhim. Degine, köngüldün teşip çıqqanni til tosip qalanmaydı. Bir mezgil boldi. Dergahimizga söhbetingizga yeni kelganlar yo'limizning erkanidan az to'l xabarlar bor. Dergahda vaqt qandaq o'tidi? Usul nima? Dervishlar qandaq yashaydi? Munosabatlar qandaq bo'lish kerak? Shundaqla shayxning uydagilar bilan munosabat qandaq bo'lish to'g'riliq qo'limizdan kelishicha yordam qilyapmiz. Yordam so'rmaganga bo'lsa-mo, yo'lni ko'rsatib qo'yamiz. Ammo hech kim xatolikdan xoli bo'lolmaydi, jinim shayxim. Ish bu yerga yetganda ahvolni sizga bildirib qo'yish men majbur bo'lib qoldi shayxim. Ixlosman murshidingizga sir bo'lmasinki, nima ish bo'lsa shuni so'zlashni loyiq topdik. Shundaqla ko'ngildan teshib chiqqanni til to'sib qololmaydi deytiniz. Ama bo'lay deb qolgan aqsaqalga o'tmishdi bo'lganni, bo'lmoqchi bo'lganni deb o'tib ketay debsan-da. Yaxshi qilibsan. Anladik. Xavrimiz bo'lib qoldi herhalde. Nemishqa turg'ishni 11-sidan keyin o'tkazidi, bilamsan.
Bilmeymen şeyhim. Uni men Yunusqa so'zlab bergan edim. Bo'pti. 11-dan keyin o'tkazishning sababi bu 12 imomning simvoli bo'lganligidandir. Turg'ishni 5-dan keyin o'tkazsak, u Ahli Baytning simvolidir. Qaraganda unimi Yunusqa so'zlab beribdiman. Ömür tugimasa tasbih tugab qolmaydi. Sen mening avorchiliklarim bilan vaqt isrof qilma, Qosimulloh. Berib zikr tasbih qil. Biz sababli kechiktirib qo'ymagan. Yeni siz kelsiz-ku. Şundak. Digine. Ben kim? Siz Toshbaqani qutuldurgan adam. Hem burunqi qozi bo'lsangiz, men bilmayman. Tevhid kelimesining ma'nosini bilamsiz? Ötken qıtımı sorgan ediniz. Undaqda bilmaysiz, bilgan bo'lsangiz deytdingiz. Sizni avar qilmayman. Men Majnun emasman. Sarvisarda yashaydigan bir armonilikman. Ismim Ertin. Tömürchi bo'laman. Mahallimizning popiman. Undaqda shayx topdiq amrimizni-chu. Uni tanimsiz. Hamma narsaga hurmat qilish kerak. Tog'dan dub yangi terib kelib, o'tirsini o'yib qo'shiq yasaymiz. Andin qaynayotgan qozonga tashlaymiz. Og'izni ochqicha bismillah, og'izni yopqicha bismillah deymiz. Qo'shiqni qo'lingga olganda uni so'y. Agar sening niyating dunyo to'plash bo'lsa, dargohda emas, u kasbni berib, Rumluqning oshxonasida o'rgan. Bo'lamdi? Ali Taygo. Labbay Qosimulloh. Dervişxondagilar xabar beringlar. Saroyda yig'ilsin. Nim bo'lgandi? Sen berib, hammasiga xabar qil. Zikr qilayotganlar bor. Hujursiq berib chaqirgin. Bo'ldi og'a.
nima to'g'riliq so'z qildi ekan, demadimi? Demedi. Qasimoğlu geldi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Pirdoshlar. Hammamiz bilamiz, odam degan xatolik o'tkazadi. Hech kim xatolikdan yiroq turib mukammal odam bo'lolmaydi. Shayximizdan o'rganganimiz xatolikni taqitish emas, balki uni yepishdir. Tilimiz gap so'z qilishga odatlanmagan. Gapga kelsang, har doim ko'nglimizga yoqadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lolmaymiz. Ba'zida mushundaq ishimizni siqadigan ishlarni bir taraf qilishmo bizning vazifamiz bo'lib qoladi. Sizlarga bir kuni boshqalarning mas'uliyati yuklanganini tushunib qolasizlar. Pirdoshlar. O'yning turkiy qilsa, to'risi ommaning ustiga tushidi. Dargohimizning birligi nima? Erkan, usul, tuzum. Odam hayron qolmamdi. Albatta hayron qoladi. Bilmas hayron qoladi. Unutilib qolsa hayron qoladi. Ha, shu chaqda shayximiz nima deydi? Do'st bo'lsang, ogohlantirishmi vazifangdir. Biz bir yov gap anglab qoldik. Angladik, ammo anglab turib fitna ekanligini bilamiz. Yunus efendi dargohimizga yangi keldi. Aramızda bu yo'lga eng oxirda kirdi. Undaqda bilmaslik ayib bo'lmagan ekan. Uning dargoh hayotida usul erkan bilmaslikni ayiblamasligimiz lozim. Ko'rib turibdimiz, Yunus efendi xonadondagilar bilan qanday munosabat qildiganligini bilmaydi. Xonadon qachon kirisi bo'ladi, qachon chiqsa bo'ladi, harom nima, mahram nima, usul nima, shariat nima? Bularning hammasi darvish uchun toshdek, tig'dek, paltudek muhimdir. Ham uning alomatidir. Ha, bo'ldi pirdoshlar. Demakchi bo'lganimni tushundinglar. Yipiq qozon, yipiq bit qason. Bu masala yana bir qitim tilga ilinmaslik kerak. Bu dargohda hech kim Yunus efendi va Sulton singlimizning ismini tilga og'ji bo'lmasin. Kunda ichimga ming qitim shayton kirsimi, bundaq vasvas qilmaydi. Uning ustiga qandoq bo'lib Yunus efendi Bunun tekki ahalisi buluşunun taşla ahalisi buluş bilen alakası yok ağa. Şeyhimiz şeytan Mekke'de tekkide demegen miydi?
Pirdosh, Qosim mollamning deganlarini men angladim. Endi bo'ldi qilayli, deyishivermayli. Qosim molla bu gapni endi tilga olmayli dedi-ku, ha? Sen bu yerda turibdi o'g'in. Ben tulumni quyib qo'yay. Andin shayximizning yoniga boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shayximiz nerede? Hozirda o'z kerak. Atilla efendi. Yunus efendi. Derviş ağa manglamışqı tətir qaraydı. Ben bir xatalık sadır qilganda qaraydı o. Menmo köpçülükten emdi anladım. Nimini? Nimini köpçülükten emdi anladınız? Pitni pasat. Pitni pasat meselesi Yunus efendi. Nimi pitni pasat meselesi ken o? Nimi xata sadır qipti men? Qani dana. Qilgan xatalıqımni menden uyushtirib nimi paydalasiz? Mening tilim acizlik qiladi bu meseleni deyishga. Nim bilan ayıplanayotganligini bilish kishining haqqi emasmi? Ha? Apu qiling Yunus efendi. Bu gapni anglashmi bir zulm. Deyishlarga qaraganda siz mahram, namahremga to'liq bo'ysunmaydi ekansiz. Xonadagilar bilan qanday munosabat qilish kerakligini bilmaydi ekansiz. Buni kim dedi Pirdosh? Men bilmayman. Ondaqda kimdan aldingiz? Shuni dang. Men bilmayman. Qosim moldan anglabdi. Bu ishni qayta tilga olmaslikka va'da bergan. Bu qamlashmagan gapni kim dedi? Bu gapni kimning deganligini biz nereden bilamiz Yunus efendi? Bu gapni kim topgan bo'lsa, bu o'zining arzulari. Kishi o'zidikini so'zlaydi. Nima degan bo'lsa o'zi uchun deydi. Agar u degan odam yigit bo'lsa, chiqsin oldimga. Menga kep desin. Biz pitnini chiqarg'uchi emas, anglag'uchi Yunus efendi. Kimdan oldinglar? Shuni danglamsa. Ha, Qosim molladan angladik. Hammamiz bor edik. Ali Tayg'u og'ammo shu. Gap tarqalib ketmasin, yipik qozon, yipik poch qolsin degan edi. Hujramga ruxsatsiz kirib Yunus. Hamma odam arnumusimga dog' keltirganda mendan ruxsat so'rabdi ekanmi? Ha? Yunus efendi, bizning vazifamiz chiqqan pitni semirtish emas. Chiqqan pitni yo'q qilish. Sen chiqar pitnini Qosim. Biz yo'q qilamiz. Biz dardimizni dedik. Acaba xato debdikmi? Biz bu qabohatli pitni yo'q qilamiz deb tirishyapmiz. Shunga anglab shayximizdan ilhom ilib,
fitna tarqalib ketmasin deb ko'pchilikni ogohlantirdik. Bu ahvol turib hech kimni aytib yemaysiz, birdosh. Bu ya shikoyat qiladigan ya emas. Edeb o'rganadigan ya. Bu faqatla sening ovorchiliging emas, Yunus. Pichoq narsini qandoq kessa, bu ogohlantirishmi, bu fitnani shundoq kesidi. Xato, gunoh degan hamma yerda uning ustiga shamol chiqmasa daraxtning shamti. Ruxsatmi shayxim? Ha, kela Yunus, kela. Saqlason. Buncha yil botil yo'lda yurib bitiremabdi. Vaqti kelib Boso'g'ga kelganda bitamdi. Bitibdi o shayxim. Ömrümüzün bir qismini birlikte o'tkazdik. Oxirida birlashtirdik. Yangi avlodlar tizimiz deydigan bo'pti. Ammo tasbihni birlashtirish aslisi. 33 ni bir guruh qilib, 99 qilib, yipini tugish qilib birlashtirsan. Ular bir muncha bo'lib, bir gavda bo'lib, bir tasbihni hosil qiladi. Undaqda tasbihning ma'nosi nima? Bir qilmoq demakdir. Tavhiddir. Zikrni tark etmagaysan Yunus. İsmi Celal'da sen balalarga mükellef hem teşnasen. Allah'ın birligini zikir kısan, güzel isim süpetlerge cümle tecellisi bilen mükellef olursan. Her his seni azdırıdı. İlimliklerden iraklaştırıdı. Söygide, gazepte, işkıda, aşkınlıkka ip barıdı. Deryadek dolqulunub tursan. Dengizni texmi avji urg'izgan Allah Jalla Jalolidir. Müdürlisan, yiqilsan, yana qopsan. Boshqalarni g'ajaysan, boshqalar tarafidan g'ajilasan. Qani degina, bu saqlab turadigan joy emas. Balaga duchar bo'lmoq boshqa, balani izlab topmoq boshqa. Yanala o'ylig'iningni chapsan-da Yunus. Bozorda bir armanilik pop menga ro'baro keldi. Buningdan burunmi kelgan? Bugun uchrashganda sizni so'radi shayxim. Demidimi, bizni nima uchun so'raydi ekan? Sizdan so'raydigan bir savoli bor ekan shayxim. Qani so'rasin. Qandoqligi savol so'roqqa chidaydi anglag'uchi. So'rg'uchimi bergan javobga chidamoq kerak. Miklal efendi bildi. Nallıxandan sorsanız, hemmisi şeyhimizin közütüp yerdi. Şuna sizge Nallıxanға ba depti. Artin efendim, ruxsat qilsangiz, sizdan so'raydigan bir savolim botdi. Men javob beramayman. Biladiganim faqatli savol. Menmi siz javobini topgandan keyin so'ramoqchi edim. Shayximizning tavhid kalimasining ma'nosini anglagandan keyin nima qilasiz? Artin efendi, shayximiz saqlayotdi.
ruxsatmi shayxim? Keling, keling. Keling Artin efendi. Keling. Men taptıqanını izleyatım. Buni nemish qiz deysan? Tevhid kelimesinin ma'nosini so'ramoqchi. Taptiq amri bir sahroliq oqsoqol. O'qish yezishni mi bilmaydi. Tavhid kalimasining ma'nosini nereden bilsin? Ha, sizni bozorda ko'rganlar. Bilgan edim. Keling Artin Akvarik. O'ltiring. Pekir xonimizga xush kelibsiz. Artin Akbarik. Qani danga. Siz kim? Nalik? Nereden kelib? Nega ketyapsiz? Hozir neredasiz? Nayt xush oldum shayxim. İsmim Artin. Sivirsarda yaşayman. U yerdagi bozorni bilamsiz? Qani so'zlavering. Sivirsarmi bizning yurtimiz? Bozor to'mirchilik qilimi. Gerepende ağrıp qalğanda bələdirdə yüz cirkavda dua qılıb atadıq. Miklal əpəndi dəvəçi poplar bilan birlə kəpdikə. O mening qanaatlilik cavab izləb jirganligimni burundan bilərdi. Bir narsa davatım əpəndi. Meni ko'rganlarning hammasi Artin Majnun bo'lib qapti deyishidi. Demak, izdavatsan. Yillardan beri suolimning javobini izdavatım. Meni ko'rganlarning hammasi Artin Majnun bo'lib qapti deyishidi. Yillardan beri suolimning javobini izdavatım. Nagili barsam, qaysi yo'lga ishorat qilsa, shu yo'ldan berib so'rab chiqdim. Ulug' olimlarmi javob beramagan savolni qandoq sizga bizdan so'rab qoldi? Men so'rayman shayx apandim. Agar sening javobingga qanoat qilolmasak, berib boshqa birisidan so'rayman deysan, shundaqmi? To'g'ri deysan. Savol aqlning zakatidir. Zakat degan faqir kishiga beriladi. Qani so'rag'in. Balki zotning nuri bilan ko'nglimiz yo'rib, shu kamtik aqlimizga bir javob kelib qolar. Tevhid kelimesinin ma'nosi nima? La ilahe illallah degan nima degan gap? Tapdım efendi, cevapka ahır eriştim. Yolum muşyakçıken kalbimge tesir kılalıgan bu cevapni hazırgıça ne anlamagan ne kömügen ben. Ahırı tapdım. Ondaqda anglatqanға, ko'rsatganga shukr qil, Artin apandi. Shundaq bir vaqtlar keludiki, ishning eng xayrligiga, eng xayrisiz odamni vasila qilib qoladi. Albatta, sen xohlasanglar. En qanoat qilgidek javobni anlaganda iymon etaman deb o'zimga va'da qilgan. Ondaqda yaxshi angla. Shahodat kalimasi musulmonlarning nishoni. Deganimni takrorla. Ashhadu Eşhedü an la ilaha illallah. en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Allah mübarek kılsın. Hoş kepsiz. Artin efendi hemmemizin bilgisi var. Şeyhimiz zade nime dep cevap verdi. Nime degeniga siz o izlep yürgen kanaat kılgıdek cevabını şeyhimizden taptınız. Şeyhimiz kulağınızga nime dedi? Ölüm ba. Rahmet kızım. Kızım, berip qarab beqing, namozga turdim. Baş üstüge ana. Mesut efendi burullu aldıratqılı turdu. Boldun mu xotun dep. Qaçaldaki şeyhimizin söhbeti bolsa, etdigenden başlap ciddileşkil turdu bu adam. Şeyhimizmi Mesut efendiga to'limi hurmat qiladi. Mesut efendi bo'lmagan bo'lsa, Nallıxonning egila birligi tarqilib ketadi deydi. Anaxan öydü mü? Ha öyde. Merhamet. Xush keldingiz ahiretlik dostum. Keling, o'ltiring. Bir ish bo'lmaganda. Qizim, bizga sovuq sut qo'yib bering, ha? Serindison, tinchlikmi do'stim? Boshqacha ko'rinasiz-ku. Yaxşı mı emas mı bilmeymen. Bundaq ishni qandaqmi degil bola? Dana chiqqan. Siz deyanmagidek nima ish? Qandaqmi ochiq deyman bu masalani. Dana. Şeytan sözleri. Bir pitni pasat buvatıdı hanım ana. Nima pitnikan u? Mesut efendi anlaptı. Onunmu anlaplı çıraylar tatırıp ketdi. Koç koyladı şu gep bulup etipdi. Yunus efendi ne namahremni bilmeydi, ne ray kılmaydı. Demekçi boğunum kızımız Sultan. Ben sizden razıyım. Meyli kim bu pitnini çıkargan bolmusun? Allah'tan tili tutulup gitişin dileymen. Meyli kim bolsun? Siznin yoki meni bu korkunçluk pitniga maslaştırgan bolsa,
Onunğa Allah'ımdan özüge qaytışını tileymen. Aslida men sizdan ming qatim kechirim so'rayman. Sizni bu gaplarga qo'ygan bo'lsam, aslida men kechirim so'rayman. Bizga degan gaplar o'zigami kelsin? Qasım Molladan anlaptı. Bu işni qayta tilga almaslıqı vədi bergen. Qasım Molladan anladık. Qasım! Nim bo'ldi Yunus? Kimning nima uchun qilganini bilgim bor edi. Endi kimning qilganini bildim. Nima uchun qilganini bilgim yo'q. Nima deyotganligingizni bilmadim pirdosh. Ammo ochiqlash tengi ziyonliq. Bilmaysan. Ishini deb qoldingmi? Meni shunchalar do'chaqlab qoldingmi? Meni nimaga aytayapsiz uni bilmayman. Ammo yomon bir ishga tuhmat qilganda qilasiz. Nima ish bo'lsa men qilmadim. Duo qil. Shayximning quliqiga yetmagan bo'lsin. Duo qil. Tek anlamagan bo'lsin. Bo'lmasa Qasım efendi. Voy holingga. Darvishning alomatlarini pek obdan biletding-ku. Hamma darvishlarni o'zingga o'xshash qo'rqinch chaqchaqlab qopsan. Nafsingni meni aldashga isrof qilma. Tushundingmi? Türlük ilmiker ve zor xarajat bilan Leyla'ni qasriga ib keldi. Xalifa sham chiroqlarni yoqtirdi. Leyla'ni diqqat bilan ko'zitishga boshladi. Beshini tuvan qilib soatlarcha o'yga patdi. Oxiri o'ziga dediki, bu Leyla qizni so'zlatay. Balki so'zlab yuziga kulki yugurib qolsa, ondan yuzidagi go'zallik namoyon bo'lib qolar. Bir bulungda xuddi murdadek so'lg'in holatdagi Leylaga qaradi. So'radi Xalifa Harun Rashid. Sen Leyla'mi? Leyla. Ha, men Leyla dedi. Harun Rashid dediki, mening o'g'lim Majnunni o kadar meptun qilg'idek sening chiroying yo'q ekan-ku. Leyla dedi, mening go'zalligimni bilay desang, Majnunning ko'zi bilan boq. Boshqalarning ko'zi bilan Leylani qandoq ko'ra olaysan? Yosh ko'zlaringni yuymag'icha. Bu gapni kim dedi bilmayman, ammo bu bir haqiqatdir. Har odamning qarash nuqtasi bordir.
Manga Mecnun'un ko'zlari bilan baq dedi Leyli. Aşık məşqiga Mecnun'un ko'zlari bilan baqmağı zörür. Bu yerda naqs bo'lgan narsa nima? Ishqi muhabbat, irfon bilan Allohga beqish, ilm bilan beqish bu boshqacha bir ish. İslam söygüdür, muhabbettir, irfandır. Başqasını digəlle naqısdır. İşqi muhabbet kişini tevhidge ip barıdı. Tevhidge ulaşkan barlıq canlıqlarını oxşaş nəzər bilen bakıdı. O andaq, bu bundaq, palancı ondaq boptimiş, pustancı bundaq boptimiş degəndək g'aybət şikayetle qalamdı. Muhabbetsiz bakkan kişinin közge bu duşqaq kirib közünü kor qılıdı. Kişi özünü kor qısa, nege baray davağa, özüm tapqan balağa dep qaladı. Mən sizlərə Bağdatның ən çoğ oğrisi Juhanın hikayesini etib bədim mi? Juha bir kuni akşamımı hareket qilishni o'ylab, Xormi darxining soyasida yetibdi. Biri kelib, uni noqib, "Qara Juha, qara. Nafsiliklar o'tib ketyotidi. Sanduqlarning ichida har uncha marvoyitlar bor ekan." Juha hech parvosiz, "Mening nima ishim?" debdi. Yana bir kelib, "Xo'sh bo'lmamsan, sening uyingga ketib yetibdi" desa, "Sizlarning nima ishinglar? Mening nima ishim?" debdi Juha. "Biz sening so'zingga emas, sabr toqatingga qaraymiz. Sabr qilish xayrlikdir. Qandoqki har xil so'zlar, jumlalar bor. Har biriga toqat qilmoq kerak." Kishiga so'zlashdan jim turish a'lo. So'zlaganning bir holi bor. Holi qandoq bo'lsa, ahvoli shu bo'yicha bo'ladi. Eg'izingdan chiqqan harflar qandoq tartib bilan tizilib so'z bo'lsa, u bir ma'noni bildiradi. Kishilarni tonutgan so'zning ma'nosi, so'zligichi nimani so'zlasin, tilining holi tarjimon talab qilmaydi. Tilining holini bilmagan bir mavjudot bo'lmasi kerak. Hayvonmi o'zini so'ymaganda o'g'linib ketadi. Demakchi bo'lganimiz, so'z ko'mish bo'lsa, sukut oltindir. Buni yaxshi debdi. Nima uchun deganda, chiroyli gap bo'lsa-ku, egisi omon qoladi. Bo'lmasa, sukut qilib, oltin qozongan yaxshi. Sukut sirlar sirib etib qoladi. Nachar so'z qilsang, beshingga tosh yog'adi. Har buloqning bir ko'zi bor, manbasi bor. So'zningmi chiqadigan yer bo'lmoq kerak. Bo'lmasa, uning manbasi sukutdir. U sababdan biz sening deginingga emas, holingga qaraymiz. Bo'lg'ini qanchalik, putkini qanchalik. Her bir gapga ishongan insonning kallasi quruq, tili uzun. Men mundaq desam, bular quruq gapgan, hech qanday foydasi yo'qmikin deb qolmang. Dal uning aksicha. Biz qandoqli bo'lsin,
quyoşdek aniq bo'lgan haqiqatni so'zladik. Maqsadimiz so'zning kuchini ojiz sanash emas. So'zning albatta kuchi bor. Ba'zilar so'z iboralari bilan botilga ishondirdi. Biz haqiqatni so'zlab ishondiranmadik. Ortin apandi nerede? Men bu yerda shayxim. Bundan keyin xohlasan seni Abdullah deb chaqirayli. Bo'lamdi? Ma'nosini bilmayman. Abdullah degan Allohning quli degan bo'ladi. Ruxsat bo'l shayxim. Kela Yunus. Neymişki bu zikirden çıkış üçün oldiraysan? Sana bu yerda uzun qalsan bo'lmaydi demedim mi? Digine. Çoqum anladınız şeyxim. Ama işenmediniz. İşençiniz üçün qanchalik minnatdorlik bildirsam ozlik qiladi şeyxim. Bendige minnettarlık bildirish lazım emas. İnsan bundaq ahvolga tushib qolganda minnatdan boshqa nima qila olasan şeyxim? Sizlarni anglab qolmasin deb qo'rqdim. Ailelerini parakende bo'lmasin dedim. Bularning g'azab qilishlariga yetarlik emasmi shayxim? Dastlabda bu g'aybat shikoyatning manbasi zodi nada bilmadim. Bu fitnalar nadan paydo bo'ldi? Keyin tushundim. Hammani bildim. İnkar qismi, qilmasimi bildim. Ammo nima uchun, nima maqsadda Qosim molla bizga dushmanlik qiladi, buni bilmadim. Bu yerning nima ekanligini bilmamsan Qosim molla. Dargohda boshqalar tosh atqizib, bozorda orqamdan nazorat qilib yuribdi. Men sizlar bergan zikri bilan vazifamni ado qilib yuribdiman. Atdiganda chiqsam, kun patqanda qaytdim. Nimaga buyurgan bo'lsalar, shuni qildim. Sizlar yo'limni ko'rsatib bergashga, yo'limni topa oldim. Bu yo'lda yurmakdan boshqa ishim yo'q. Ulardek g'aybat shikoyat qiladigan tilim bekor emas mening. Har doim zikri bilan bo'ldim. Sudanning yiplari murillarimni yara qilib etdi. Kechinlarimni og'rib yotolmadim. Ammo hech kishiga tinmay Sudanni müramga esib, ishimni davomlashtirdim. Shundoq turibmi, bular nima uchun orqamdan egiz-past gap qilib, meni oromimda qo'ymaydi? Buni hech bilmadim shayxim. O tilaning ostiga shayton yerlashibdi. Men shikoyat etmedim desangmi, seni shikoyat qildirdi. Madamiki bergan vazifamiz seni bunchilik charchatgan, zeriktirgan va shikoyat qildirishga majbur qilgan bo'lsa, ondaqda dargohimizdan ketsang bo'ladi. Bundan keyin ne yuzingni ko'rishni, ne so'zingni anglashni xohlamaymiz. Ket Yunus Efendi. Ket, qeni ko'ramiz. Yamanlig'in Abdalning
xurjiniga ziyon.